Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, shuningdek, Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti faoliyati hamda maishiy chiqindilarni qayta ishlash, ulardan elektr energiyasi va mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha investitsiya loyihalarining taqdimoti bilan tanishdi. Iqlim o'zgarishi, ekotizimlar tanazzuli, suv resurslari muammosi, butun mintaqalar jumladan Markaziy Osiyo barqarorligiga tahdid solayotgan eng dolzarb masalalar sirasida bugun. Tabiat va inson doimo bir butun ekanini Markaziy Osiyo mamlakatlari xalqlari ona orol misolida yaqindan yaxshiroq ko'rdi. Orol sathining pasayishi bilan boshlangan mintaqadagi anomal ob-havo sharoitlari, tez-tez yuz berayotgan qurg'oqchilik va chang bo'ronlari, yerlarning shiddat bilan degradatsiyaga uchrashi va cho'llanishi, bexilma-xillikning yo'qolishi ko'rinishida namoyon bo'layotgan o'zgarishlar aslida insoniyat uchun ogohlantirish signali. Ana shu omil Markaziy Osiyoning iqlim o'zgarishlaridan eng ko'p ziyon ko'rayotgan hududlardan biriga aylantirdi. Prognozlar ko'rsatishicha, 2050-yilga borib mintaqada 5 millionga yaqin aholi suv ta'minoti muammolari va atrof-muhit degradatsiyasiga ro'para kelishi mumkin. Bu katta hudud darajasida kompleks yechimlarga ehtiyoj tug'diradi. Keskin choralar ko'rish kerak. Tarozining bir pallasida o'sib borayotgan qurilishlar, ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi turgan bo'lsa, ikkinchi pallasida har birimiz uchun suvni tejash, atrof-muhit ifloslanishining oldini olish va yer resurslaridan oqilona foydalanish masalasi turishi kerak. Bu Prezident Shavkat Mirziyoyevning bugungi kundagi qat'iy talabi. Davlat rahbari aytayapti, har bir yangi loyiha ekologik ilm va o'zgarishlar hisobiga amalga oshsin. Demak, endi bizda soha mutaxassislariga ehtiyoj har qachongidanda ko'proq bo'ladi. Ilgari bu sohada yaxlit oliy ta'lim dargohi yo'q edi. Davlatimiz rahbarining 2023-yil 31-maydagi qarori bilan Yashil universitet nomida endi bor. Alohida majmua. Bundan bir necha yil ilgari hudud ana shunday ahvolda edi. Bugun esa manzara tamoman boshqacha. Prezident Shavkat Mirziyoyev zamonaviy ekologik yo'nalishlarni qamrab olgan Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti Green University'ga tashrif buyurdi. O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida mamlakatimizda Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish choralari ko'rilmoqda. Ma'lumki, bu iqlim o'zgarishlari suv va energetika sofligi, sog'lik, ta'lim, iste'mol va ishlab chiqarish kabi 17 ta farovonlik vazifalarini qamrab olgan bo'lib, ular ko'p jihatdan kadrlar masalasiga bog'liq. Shu bois universitetda atrof-muhit va barqaror boshqaruv, atrof-muhit va iqtisodiyot, ekologiya va davlat boshqaruvi, barqaror rivojlanish, barqaror moliya, ekologiya, huquqi, atrof-muhit sohasida ommaviy kommunikatsiyalar yo'nalishlari ochilgan. Prezident universitet mutaxassislari va talabalari bilan suhbatlashdi. Hozir ekologiya xuddi raqamli texnologiyalardek dolzarb, kelajakda hamma soha atrof-muhit bilan hamohang bo'ladi. Shuning uchun bu yerda ekologik iqtisodiyot, moliya, huquq kabi yo'nalishlar tashkil etildi. Unda dual ta'limni kengaytirib, bu yerdagi bilimlarni tezroq joylarda tatbiq qilish kerak dedi Shavkat Mirziyoyev. Mutasaddilarga ekologiya sohasida quyi bo'g'in kadrlarni tayyorlash bo'yicha Qoraqalpog'iston va har bir viloyatda texnikumlar tashkil etish bo'yicha topshiriqlar berildi. Samimiy muloqot chog'ida universitet talabalari ham o'z o'rnida muassasada yaratilgan sharoitlar uchun davlat rahbariga minnatdorlik bildirishdi. Xotin-qizlarga bepul magistratura ta'limini bizga nasib qilganingizga, loyiq ko'rganingizga rahmat. Bitta oilada ota o'z qizi uchun borini tikib o'qitadi. Siz ham bizga xuddi shunaqasiz. Rahmat. Nima desangiz, men bitta narsani aytaman. O'g'il bolalar bitta o'qisa, bitta farzand o'qigan bo'ladi. To'g'ri. Men har safar qizlar to'g'risida, ayollar to'g'risida gapirganimdek, agar bir qizni tarbiya qilsak, qizimni o'qitsam, oila o'qiydi. Jamiyat o'zgaradi. Kelajakdagi sizlarning farzandlaring mutlaqo yangi O'zbekistonda geni bilan tug'iladi.
niyatimiz yuqori va baland. Mana shu buyuk bobolarimizga munosib bo'lishga harakat qilyapmiz. Bironta 33 yilda ekologik nuqtai nazardan bizda ta'lim berish maskani yo'q. Qayerdadir bor, yo'nalish bo'yicha. Mana siz o'qigan Milliy universitetda bor, lekin u ham muhim ekologik hozirgi xavf-xatarlarga javob bera olmaydi. Shuning uchun mana bu ekolog injener, ekolog ekonomist, ekolog huquqshunos degan boshqaruv mana qizim aytgandek yo'q bizda. Shuning uchun biz izlanishda biz. Bugun bu yerga kelganimda maqsadim sizlarga mana shu yerda qanday sharoit yaratilsamki, sizlarning ham fikrlaringizni bilmoqchiman. Qani yana nimalarni qilib beraylikki, shunday mukammal mutaxassis bo'lib chiqinglarki, mana qizim aytgandek, chet el bilan teppa-teng hech yeri kam bo'lmagan. Albatta chet elga havasimiz keladi, lekin ular boshlaganiga 100 yil bo'lgan. Yangi O'zbekistonga 7 yil bo'ldi. 7 yilda ham shu kunlarga yetganimiz bu ham mana shu yo'limiz to'g'ridan dalolat. Zamonaviy laboratoriya talablarini ilmga jalb etish, tajribasini oshirishda muhim omil bo'lmoqda. Unda yer, suv, biologik xilma-xillik va chiqindi namunalari har xil muhitda tekshirilib, ilmiy xulosalar beriladi. Davlatimiz rahbari ushbu laboratoriyani ham ko'zdan kechirdi. Bu yerda ilmiy salohiyat bor, zarur uskunalar bor. Bundan samarali foydalanish kerak. Masalan, yer suv sharoitlari og'ir tumanlar bo'yicha shartnoma asosida tahlillar o'tkazish mumkin. Bu ikki tomonlama manfaatli bo'ladi, dedi prezident. Ko'proq shunga e'tibor beriladiki, biz shu dual ta'lim, ya'ni nafaqat teoretik, balkim ko'proq odamlarni ko'nikmalarini rivojlantirish, ya'ni amalda ular shu ularga qo'yilgan vazifalarni bajara oladigan shu mutaxassislar bo'lishini ta'kidladilar. Bu borada kerak bo'lsa mana eng yetakchi davlatlardan professor o'qituvchilarni olib kelib, o'zimizni yosh o'qituvchilarimizni chet elga yuborib o'qitib, ular u yerda kerak bo'lsa shu ilmiy unvonlarni olib, bu yerga qaytgandan keyin bu barcha qilinayotgan shu tadqiqotlarni amaliy demak natija bilan ko'rsata biladigan. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsam, hozir mana ko'plab olimlarimiz yangi takliflar beryapti, innovatsion yechimlarni ko'rsatyapti, lekin ularni boshqa sohalarga joriy etishda bizda shu oqsoqlik bor. Ya'ni aytdilarki, ilm bilan iqtisodiyotimizni bog'lash kerakligi to'g'risida. Shu dual ta'limga ham ko'proq e'tibor berdilar. Ya'ni studentlarimiz joylarga chiqqan holda o'sha korxonalarda, o'sha tozalash korxonalarida, sanoat korxonalarida, umuman ekologiya aytaylik zarar ko'rayotgan ishlab chiqarishlarda bo'lib, u yerda o'zlari ko'zlarini ko'rib, eng zamonaviy o'sha yechimlarni tatbiq etish nuqtai nazaridan yechimlarni o'rganishlari to'g'risida ham ta'kidladilar. Jahon iqtisodiy forum ma'lumotlariga ko'ra, bugun dunyo aholisining 90% dan ko'prog'i havo sifati jahon sog'liqni saqlash standartlariga to'g'ri kelmaydigan hududlarda istiqomat qilar ekan. Demak, ekologik ta'lim, ekotizimni tiklash masalalari bugun butun dunyo oldidagi global vazifa. Yashil universitet esa ana shu missiya yo'lida mintaqaviy miqyosda birlashish imkoni. 450 o'ringa mo'ljallangan o'quv binosi ta'mirlanib, zamonaviy sharoitlar yaratildi. Xonalar, sohaga doir anjomlar, kompyuterlar va sun'iy intellekt uskunalar bilan jihozlandi. Ta'lim ingliz tilida olib boriladi. Buning uchun AQSh, Buyuk Britaniya, Meksika va Fransiyadan chet ellik o'qituvchilar ham jalb etildi. Universitetda xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari bilan akademik va kasbiy tajriba almashish yo'lga qo'yilgan. O'quv dasturlari ular bilan hamkorlikda fan, ta'lim, ishlab chiqarish integratsiyasi tamoyili asosida ishlab chiqilgan. I am coming from the UK. Men Buyuk Britaniyadan kelganman. Bizning universitet ingliz tilida bo'lganligi sababli ham o'quvchilarimiz tilni yaxshi bilishadi. Universitet ochilganiga hali ko'p bo'lmagan. Qilinadigan ishlar hali oldinda. Biroq shu qisqa vaqt ichida maqtovga arzigulik yutuqlarimiz bor. O'quv dasturlarimiz undagi fanlar ham keng qamrovli. Biz faqatgina ayni paytdagi muammolarni emas, balki kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan masalalarga yechim topishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Shuni alohida ta'kidlashim kerakki, bizning o'quv qo'llanmalarimiz aynan O'zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasidan kelib chiqib tuzilgan. Yoshlar orasida, jumladan maktab o'quvchilari orasida ekologik muammolar, ularga kundalik hayotimizda kichik, biroq muhim amallarni bajarish orqali yaxshi o'zgarishlar qilinishi mumkinligini tushuntirishimiz kerak. Janob prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlab o'tganidek, barqarorlik kelgusi 5 yildagi aktual mavzulardan biriga aylanadi. Unda davlat tashkilotlari va mas'ul xodimlarning o'rni beqiyos.
insonlarning mavzu bo'yicha yetarlicha ma'lumotga ega bo'lishi va hukumat tomonidan e'tibor, qo'llab-quvvatlovi ekologiya sohasini yangi bosqichga olib chiqishda asosiy omillardan. Shaxsan prezidentning o'zi mana bugun universitetimizga tashrif buyurdilar va biz bilan muloqot qildilar. Bundan benihoya mamnunmiz. Bugungi uchrashuv bizga motivatsiya berdi. O'z oldimizga yangi maqsad va yangi marralarni belgilab oldik. Ko'zlangan manzilga yetishish olimpiadada oltin medal olishga teng. Jarayon qiyin, biroq to'g'ri e'tibor, g'amxo'rlik va mehnat o'z mevasini beradi. Eng zo'r natijalarga erishish uchun esa barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Markaziy Osiyoda orol sathining pasayishi, cho'llanish va qurg'oqchilikning kuchayish holatlari kuzatilyapti. Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhit bo'yicha dasturi ham butun dunyo bo'yicha suv zaxiralarini 40% dan 60% gacha kamayish xavfi borligidan ogohlantiradi. Endi bizga yangi innovatsion loyihalar kerak. Ular qayerda bo'ladi? Mana shu yerda, mana shu kabi imkonlar bilan. Qo'shni davlatlardan kelib o'qigan mutaxassislar bilan xalqaro muammolarni hal qilish osonroq kechadi. Ular bir-birini taniydi, birga tahsil oladi. Mana shu chet eldan kelgan juda nufuzli professor o'qituvchilar dars berishadi bu yerda. Prezidentimizning ilm-fanga e'tiborlariga juda katta rahmat dedim, chunki yaqinda biz laboratoriya uchun 12 ta zamonaviy uskuna oldik. Ulardan bittasi ion xromatografi, Xitoydan keltirilgan, 30 dan ortiq ionlarni aniqlab berish imkoniyatini berdi bizga. Oqov suvlarni olib kelib, o'rganib, tozalash texnologiyasini yaratib, jarayondan keyin yana talablarga javob beradimi, yo'qmi? Tahlil qilib, biz texnologiya yaratishimiz mumkin. Bundan tashqari Shumadzu firmasini spektrofotometri. Bu yerda og'ir metallarni aniqlaymiz. Bu uskunalar hammasi raqamli kompyuterga ulangan. Butun dunyoda iqlim o'zgarishi ketyapti. Bu endi oxirgi yillarda uglevodorod yoqilg'ilarining haddan tashqari ko'p ishlatilishi natijasida karbon angidrid gazlari ko'payib, ular issiqxona samarasini beradi-da. Demak, butun dunyoda agar o'rtacha harorat 1,5 gradusga oshgan bo'lsa, Orol fojiasi tufayli O'zbekistonda bu 2 barobarga oshib ketdi. Ishlab chiqarish korxonalari ko'payyapti, aholi soni o'syapti. Bu suvga bo'lgan iste'molni oshiradi. Lekin suvimiz ko'paymaydi. O'sha suv o'z navbatida bu chiqindi oqova suvlarni oshishiga olib keladi, hajmining. Hozir bu juda katta muammo. Buni qanday hal qilish kerak? Biz taklif etdik prezidentimizga hozir sanoat korxonalari chiqindi suvlarining bir qismini selektiv tozalab, ya'ni tarkibidagi neft mahsulotlari, og'ir metallar kabi qo'shimchalarni olib sug'orishga yo'naltirish. Korxona atrofidagi yashil bog'lar, yashil maydonlarni sug'orishga yo'naltirish maqsadga muvofiq. Prezidentimiz hozir tegishli tashkilotlar bilan bog'lanish imkoniyatini yaratib berdilar. Bu yerda qancha suv sug'orishga yo'naltirilsa, sanoat oqozi, shuncha ichimlik suvi yoki chuchuk suv tejab qolinadi. Shavkat Mirziyoyev mamlakatning ekologik ta'lim va barqaror texnologiyalarini rivojlantirishga qaratayotgan bugungi e'tibori davlat siyosatining yangi ustuvor yo'nalishiga aylanishini ta'kidladi. Universitet talabalari ta'lim barobarida iqlim muammolariga qarshi aniq loyihalar ustida ham ishlashi aytildi. Bu nimaga kerak? Masalan, iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti 2030-yilga borib, atrof muhitni muhofaza qilish loyihalari jahon sarmoyasining 6.9 trillion dollarini tashkil qilishini aytadi. Universitetda esa bunga hozirdan poydevor boshlandi. Har bitta loyiha tayyorlangan paytda uni iqlimga ta'siri yoki iqlim xatarlari inobatga olinishi zarur. Sababi iqlim sharoiti inobatga olingan yoki iqlimga ta'siri, atrof muhitga ta'siri inobatga olingan loyiha samarali loyiha hisoblanadi. O'ylaymanki, yoshlar o'rtasida bu sohaga qiziqish juda yuqorilab boryapti bugungi kunda. Bugungi kungacha kam bo'lganligi sababli bizda bunaqa sharoitli ta'lim maskanlari yo'q edi. Ya'ni talabalar o'rtasida yoki bo'lmasam qiziquvchilar o'rtasida bu yo'nalishga qiziqish bor edi. Lekin sharoit yoki shunga o'xshagan ta'lim beruvchi maskanlar bo'lmaganligi sababli bu qiziqish boshqa yo'nalishlarda qondirilyapti. Misol uchun men o'zim misol qilib ko'rsatadigan bo'lsam, men ham 3-4 yildan beri magistraturada o'qimoqchi edim. Xorijdan izladim bu yo'nalishdagi universitetlarni. Lekin men o'zimning talabimga javob beradigan universitet topolmayaptim. Lekin mana shu universitet tashkil etilishi bilan menga imkoniyat yaratildi. Ya'ni men o'zim ish joyimni ham saqlab qolgan holda magistraturada o'zim xohlagan yo'nalishda, ya'ni barqaror moliya yo'nalishida ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ldim. Ekologik muammolar yoki bo'lmasam barqaror rivojlanish, barqaror moliya bugungi kunda moliya sohasida ham juda dolzarb. Aynan hozir men ekolog biznes ledi bo'lmoqchiman. Ham o'zimni moliyaviy barqarorlikka erishtirish ayol sifatida ham tabiatga zarar bermagan holda mana shu bizani boqayotgan zaminga o'z hissamizni qo'shib birgalikda rivojlantirish uchun ham shu universitetni tanladim. Magistratura bo'limida o'qituvchilarimiz bilan birlashgan holda loyihani boshlab
boshladik. Muassasada fanlar aro tadqiqotlar qilish, innovatsion pedagogik uslub va texnologiyalarni ishlab chiqish, ilmiy tadqiqot va amaliy bilimlarni integratsiya qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'quv jarayonida Hub and Spoke tamoyili asosida tashkil etilgan. Bu yaxlit o'quv tizimini yaratish, resurslarni optimallashtirish, talabalar va mutaxassislarning harakatchanligini oshirish kabi jihatlar bilan ajralib turadi. Universitetning imkoniyatlarini kengaytirish uchun kelgusida poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi hamda Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi sobiq kollejlar binolari ta'mirlanib, kampusga aylantirilishi rejalashtirilgan. Kishilik jamiyati va tabiat bir butun. Ammo so'nggi yillarda tabiiy resurslardan foydalanish hajmi va sur'atining o'sib borishi tufayli insoniyatning tabiatga ko'rsatayotgan ta'siri tobora kuchaymoqda. Bu o'z navbatida qator muammolarni keltirib chiqaryapti. Har kuni katta miqdorda keraksiz materiallar chiqindiga aylanadi. Ularning to'planish hajmining muntazam ravishda o'sishi va utilizatsiya qilish vositalarining yetishmasligi respublikamizning ko'pgina shaharlarida muammolarga sabab bo'lmoqda. Tahlillarga e'tiboringizni qaratsak, bugungi kunda respublikada yiliga 14 million tonna chiqindilar shaklanar ekan. Ularning atiga 4-5% qayta ishlanadi xolos. Ularning poligonga joylashtirilishi natijasida 7,1 million tonna issiqxona gazi atmosferaga chiqariladi va 43 ming tonna yer osti zaharli filtrlar tashlanar ekan. Yana bir ta'sirli raqam yuqoridagi salbiy holatlar keltirib chiqargan kasalliklar tufayli aholi 15 trillion so'mlikdan ziyod dori-darmonlar iste'mol qilyapti. Anglaganingizdek, bu bir muddat bo'lsa ham kechiktirib bo'lmaydigan masala. Bu tabiat, atmosfera havosi, yer osti boyliklari, suv, o'rmonlar, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, hayvonot va o'simlik dunyosiga, ko'p millionli aholining turmush tarziga salbiy ta'sir demakdir. Shuning uchun ham davlatimiz rahbari xorijiy sarmoyadorlarning hosil bo'layotgan chiqindilarni qayta ishlash darajasini keskin oshirish, chiqindilarning poligonlarda to'planishiga yo'l qo'ymaslik, atrof muhitga yetkazilayotgan salbiy ta'sirni minimallashtirish, nol chiqindi tamoyiliga erishishni ta'minlashni ko'zda tutgan qator investitsion loyihalar bilan tanishdi. Iqlim o'zgarishi bilan bog'liq ekologik muammolar kuchayib borayotgan bugungi davr uchun juda muhim masala sifatida baholadi bu tashabbuslarni. Chiqindilarni qayta ishlash orqali ham uning tabiatga ta'sirini kamaytirish, ham foyda olish mumkin. Shu maqsadda ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi tomonidan xorijiy investorlar bilan hamkorlikda qator loyihalar ishlab chiqilgan. Qariyb 1 milliard 300 million dollarlik investitsiyalarni jalb etgan holda 8 ta chiqindi yoqish zavodi qurish hamda Ohangaron poligonida chiqindi gazni qayta ishlash rejalashtirilgan. Xitoy, Koreya, Birlashgan Arab Amirliklarining bu yo'nalishda eng nufuzli bo'lgan chiqindilardan energiya ishlab chiqarish sohasiga ixtisoslashgan yirik kompaniyalar vakillari o'z istiqbolli loyihalarining taqdimotini o'tkazdilar. Koreya Respublikasining Sejin kompaniyasining 100%, ya'ni 55 million dollar to'g'ridan to'g'ri sarmoyalari evaziga Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida maishiy chiqindi poligonida hosil bo'ladigan chiqindilar gazidan muqobil elektr energiyasi olish loyihasi amalga oshirilmoqda. Quvvat ishga tushgach, hosil bo'ladigan zararli metan gazlarining atmosferaga chiqishi qisqaradi. Chiqindi gazlardan muqobil energiya ishlab chiqariladi. Yangi ish o'rinlari yaratiladi. Atmosfera havosiga tashlanadigan issiqxona gazlari hamda yer ostiga oqiziladigan zararlangan suyuqliklar kamayadi. Biz chiqindilarni qayta ishlash orqali muqobil energiyani ishlab chiqarish loyihasini taqdim etdik. Bu proyekt Ohangaron va Maydontol poligonlarida amalga oshiriladi. Tez orada biz maydonning kultivatsiya ishlarini yakunlab, noyabr oyida qurilmalarni o'rnatish va bino qurilishini boshlaymiz. Loyihamizning asosiy maqsadi chiqindi poligonidan chiqayotgan yoqimsiz hidni kamaytirish va chiqindilarni qayta ishlash orqali muqobil energiya manbalarini kengaytirishdan iborat. Barcha bosqichlarni kelgusi yilda muvaffaqiyatli yakunlashni rejalashtiryapmiz. Investitsion loyihamiz byudjeti 55 million AQSh dollarini tashkil etib, undan ko'zlangan asosiy natijalardan yana biri zararlangan yer osti suvlari 2000 tonnaga, tabiatga chiqarilayotgan uglerod gazlari esa 53 ming tonnaga kamaytiriladi. Davlatimiz rahbari bular shunchaki zavod emas, hayot mamotimizni hal qiladigan masalalardan biri. Yer, suvlarimizning yaroqliligi ham, aholi salomatligi ham, havo tozaligi yu energetika barqarorligi ham shu sohaga bog'liq ekanligini qayta takrorladi. Chiqindilar to'g'ri to'planib, ko'proq qayta ishlansa, ekologik muvozanat yaxshilanadi, tabiat toza bo'ladi, jamiyat o'zgaradi. Shuning uchun ham bugungi kunda O'zbekistonda yangi iqtisodiy salohiyatni yaratish jarayonida o'zida mavjud resurslar bazasidan samarali foydalanish, ilg'or texnologiyalar va fan yutuqlarini joriy etish
asosida uzoq muddatli o'sish strategiyasi barpo bo'layotganini ham alohida ta'kidladi prezidentimiz. Bunda xomashyoning cheksiz emasligi inobatga olinadi hamda shu munosabat bilan qayta tiklanadigan resurslardan kengroq foydalanish, chuqur qayta ishlash va chiqindilarni minimallashtirish masalasi dolzarb ravishda kun tartibiga chiqqanini tahlillari bilan izohladi. Mamlakatimizda bu soha izchil takomillashtirilib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining shu yil 26 sentyabrdagi farmoni bilan chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi tashkil etildi. Agentlik chiqindilarni to'plash, saralash, zararsizlantirish, qayta ishlash, yoqish, utilizatsiya qilish va ularni yo'q qilishning zamonaviy usullarini joriy etish bilan shug'ullanadi. Bu sohada sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish hisobiga ekologik vaziyat barqarorlashadi, sanitar holat yaxshilanadi, aholiga xavfli kasalliklar yuqishi kamayadi. Chiqindilar qayta ishlanib, muqobil energiya, xomashyo va organik o'g'it olinadi. Mavjud chiqindi poligonlari hududida ekosanoat zonalari tashkil etiladi. Biz Birlashgan Arab Amirliklari Tadbir Group kompaniyasi sifatida O'zbekiston bilan ishonchli hamkorlik o'rnatganimizdan juda xursandmiz. Va'damizga sodiq qolgan holda O'zbekistonda amalga oshiriladigan yangi loyihamiz chiqindilarni qayta ishlash orqali muqobil energiya ishlab chiqarish loyihasini taqdim etmoqdamiz. Bu Navoiy va Buxoro viloyatlarida amalga oshiriladi. Uning jami qiymati 200 million AQSh dollariga teng va 550 ming tonna chiqindini qayta ishlash quvvatiga ega. Qurilish davrida 2,5 mingta ish o'rni yaratiladi. Kelgusida mazkur loyiha orqali ishlab chiqarilgan energiya 250 ming xonadonning ehtiyojini to'liq qoplay oladi. Boshqacha aytganda, 20 million dollarga teng elektr energiyasi importining oldi olinadi. Shuningdek, biz Buxoroda chiqindilarni zamonaviy texnologiyalar asosida qayta ishlash yo'nalishida oliygoh faoliyatini yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu oliy ta'lim muassasasi Birlashgan Arab Amirliklari Abu Dabi shahridagi Xalifa universiteti bilan Toshkentdagi Green University hamkorligida tashkil etiladi. Yana bir loyiha Xitoyning Sems Engineering kompaniyasining 350 million dollar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyasi hisobidan Andijon va Toshkent viloyatlarida ikkita zavod barpo etiladi. Ularda kuniga 4000 tonna chiqindi qayta ishlanib, yiliga 630 million kilovatt-soat elektr energiya ishlab chiqariladi. Bu sohaga Xitoyning boshqa bir kompaniyasi ham qiziqish bildirgan. Bizning Shanghai Sus Environment kompaniyamiz 2008-yilda tashkil etilgan. Dastlab Yaponiya va Yevropa texnologiyalaridan foydalandik. Endilikda kompaniya Xitoy texnologiyasiga yuzlangan. Biz hozirda Xitoydagi barcha chiqindilarni yoqish zavodlari uchun jihozlarning 3dan 1 qismini yetkazib beramiz. Xususan, dvigatellar va yonish pechlari bilan ta'minlaymiz. Ushbu loyihaning ahamiyati shundaki, uning amalga oshirilishi tufayli O'zbekistonda ekologik vaziyat yaxshilanadi. Chunki chiqindilardan elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi. Misol uchun, har bir zavodda taxminan 150 kishi ishlaydi. Bu nafaqat chiqindi qayta ishlanadigan zavod, balki inson salomatligiga zarar yetkazmaydigan ekologik toza joy, aholi uchun xiyobon bo'ladi. Eng muhimi, odamlarning ehtiyojlari uchun elektr energiyasini sotish imkoniyati yuzaga keladi. Prezident loyihaga o'ziga xos yuksak baho berdi. Hozirda obyektlar Qashqadaryo hamda Samarqand viloyatlarida qurilishi rejalashtirilgan. Umuman, loyihalar natijasida qattiq maishiy chiqindilardan oqilona foydalanish ta'minlanadi. Yiliga 4,7 million tonnadan ortiq chiqindi yoqilib, 2 milliard 100 million kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. 97 million AQSh dollari qiymatidagi elektr energiyasi sotiladi. Shuningdek, bular orqali 152 million metr kub tabiiy gaz iqtisod qilinadi hamda 2,4 million tonna issiqxona gazlari kamayadi. 1200 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Loyihalar 2025-2027 yillarda Andijon, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Namangan, Samarqand, Sirdaryo, Farg'ona, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahrida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari loyihalarning ijtimoiy ahamiyatiga alohida urg'u berdi. Shu bois mutasaddilarga bu loyihalarni namunaviy qilib, hududlarda ko'paytirish bo'yicha ko'rsatma berildi. Hozir investorlar, ishlab chiqaruvchilar birinchi navbatda korxonasining energiya ta'minotini o'ylaydi. Shuning uchun chiqindini qayta ishlash zavodlari, yaqinda qurilish materiallari, organik o'g'itlar kabi yangi korxonalarni joylashtirish maqsadga muvofiqligi qayd etildi. Bu tadbirkor uchun ham, investor uchun ham manfaatli bo'ladi. Barcha hududlarda bunday loyihalarni ko'paytirish va mutanosib rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Davlatimiz rahbari yana bir taklifni ilgari surdi. Yashil iqtisodiyot yo'nalishidagi bu loyihalardan tushgan daromadning 10%ni Ekologiya vazirligining tashabbuslariga yo'naltirish, ya'ni bunday quvvatlarda 100 milliard so'm tovar aylanmasi bo'lsa, ular byudjetga 20 milliard soliq to'lovini qilsa, uning 2 milliard so'mi vazirlik loyihalarini moliyalashtirishga ajratiladi. Bu quvvatlarni malakali mutaxassislar bilan ta'minlash masalasida ham aniq takliflar bildirildi. Hurmatli prezidentimiz bizga bergan
topshirig'i mana shu investorlar bilan birgalikda ishlab hozirdan kadrlar tayyorlash masalasini hal qilishimiz kerak. Bilamizki, taqdim etilgan texnologiyalar ular eng zamonaviy texnologiyalar bo'lib, ularda ishlash uchun ham yuqori malakali kadrlar kerak bo'ladi. Shu nuqtai nazardan mana har bir hududda bittadan chiqindilarni qayta ishlaydigan zavodlar quriladi. Bu yerda har bir hudud kesimida nechta zavod qurilishi va qancha elektr energiya olinishi va kelajakda mana shu olingan energiyalar atrofida qo'shimcha investitsiyalar jalb etilishi, ya'ni bu yerga kafolatli elektr energiyasi ta'minlanishi va chet el uchun jozibali bo'lgan loyihalar kelishini alohida uqtirib o'tdilar. Shu nuqtai nazardan biz endi oliy ta'lim muassasalari birinchi navbatda ushbu investorlar bilan kelishgan holda energetiklar kerak bo'ladimi yoki teplofiziklar kerak bo'ladimi, ya'ni loyihalashtirish bo'yicha injenerlar kerak bo'ladimi, kadrlarni tayyorlashni boshlaymiz. Umuman olganda ushbu turdagi iqtisodiyotga 4-sanoat inqilobining bir qismi sifatida qaraladi. Buning natijasida resurslardan, shu jumladan tabiiy resurslardan oqilona foydalanish kuchayadi. Iqtisodiyot yanada shaffof, prognozli bo'ladi hamda uning rivojlanishi tez va tizimli amalga oshadi. Davlatimiz rahbari taqdimot jarayonida suv resurslaridan ham samarali foydalanish va uni barqaror elektr energiyasiga aylantirish borasida ham muhim topshiriqlarni berdi. Bugun hurmatli prezidentimiz kichik gidroelektrostansiya, mikro elektrostansiyalar qurish bo'yicha aniq topshiriqlar berdilar. Respublikamizda juda ko'p sug'orish tarmoqlari betonlashtirilyapti. Betonlashtirilganda kanallarda suv tezligi ortyapti. Nishablik katta bo'lgan hududlarda albatta bu suvni energiyasidan foydalanish kerak. Agar shu kichik gidroelektrostansiyalar qurilsa, mana shu suvdan ma'lum miqdorda elektr energiya ishlab chiqariladi. Bu katta daromad deyilgan. Yana bir tahlil qilib chiqdik. 100 dan ortiq mana shunaqa kichik GESlar qurish imkoniyatimiz bor. O'zbek gidroenergiya bilan loyihachilar bilan birga ko'rib chiqib, suv miqdoriga qarab va energiyasi qancha miqdorda bo'lishini hammasini hisob-kitob qilib, bu sohada juda ko'p imkoniyatlarimiz borligini yana bir marta tushundik. Va hurmatli prezidentimiz bu ishlarni jadal sur'atlar bilan amalga oshirishni va juda sifatli amalga oshirish bo'yicha jiddiy topshiriqlar berdilar. Biz mutaxassislarimizni yana bir marta o'qitib, bu ishlarni amalga oshirishni o'z zimmamizga oldik. Yashil energiyani asosiy manbalaridan biri bu gidroenergetika hisoblanadi. Respublikamiz albatta gidroenergetika resurslariga juda boy. Respublikamizdagi mavjud gidroelektrostansiyalar soni 70 dan tashkil qiladi. Bunun katta, yirik, kichik va hatto mikrogeslar ham mavjud. Umumiy quvvatimiz 2264 megawatt tashkil qiladi. Yillik elektr energiya ishlab chiqishimiz 8 milliard kilovatt soat tashkil etadi. Gidroenergetika salohiyatini o'zlashtirish, yangi GES, kichik va o'rta GESlarni qurish bo'yicha hurmatli prezidentimiz qarorlari qabul qilindi. Ushbu qarorda gidroenergetikani rivojlantirish bo'yicha strategiya qabul qilindi. Ushbu strategiyaga asosan 2028-yilgacha biz jami 61 ta yangi GESlarni qurib, GESlarga bog'liq bo'lgan jami quvvatni 5500 megawattga yetkazamiz. Yoki elektr energiyasi ishlab chiqishi 17 milliard kilovatt soatni tashkil qiladi. Ya'ni bundan ko'rinib turibdiki, qisqa davr ichida yirik loyihalarni amalga oshirish orqali biz gidroenergetik salohiyatimizni, umuman gidroenergetikada ishlab chiqariladigan yashil energiyalar miqdorini deyarli 2,5 baravarga oshiramiz. Shu bilan birga yirik loyihalar qatorida kichik va mikro GESlarga e'tibor qaratish bo'yicha bizga topshiriqlar beriladi. Hozirgi kunda bizda respublikamizda kichik va mikro GESlarni qurish bo'yicha 150 ta loyiha tayyorlangan. Bundan hozir 46 tasida biz O'zbek gidroenergiya tomonidan qurilish ishlari amalga oshib, joriy yilda to'liq yakunlanadi barchasi. Shu bilan birga 60 ta mikro GESlarni xususiy investorlar tomonidan qurish ishlari amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari bizga qattiq topshiriq berdilar. Loyiha joylarini aniqlash, puxta loyihalarni ishlab chiqish, shu bilan birga ushbu loyihalarni amalga oshirish bo'yicha xususiy investorlar bilan ishlash, ularni mablag'lar bilan ta'minlash, kreditlar bilan ta'minlash va ushbu loyihalarni jadallashtirish bo'yicha qator topshiriqlar berildi. Dunyoning ko'plab davlatlari allaqachon bu yo'nalishda ishlarni boshlagan. Masalan, Xitoy sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan qonunchilikni qabul qildi. Janubiy Koreya yashil rivojlanish strategiyasini va Yaponiya to'g'ri moddiy aylanish jamiyatini qurmoqda. Shunga o'xshash dasturlar Germaniya va Shveysariyada ham mavjud. Sirkulyar iqtisodiyot insonning har qanday xatti
harakatlari, tafakkuri, iste'mol odatlarini idrok etishning boshqacha tizimini yanada oqilona ishlab chiqish va foydalanishni nazarda tutadi. Konsalting va tahliliy markazlarning prognozlariga ko'ra, aylanma ishlab chiqarish 2025-yilga borib jahon iqtisodiyotiga har yili $1 trillion daromad keltirishi, shuningdek 100 minglab yangi ish o'rinlari yaratilishi va 10 millionlab tonna chiqindilarning oldini olishi mumkin. Ko'rinib turibdiki, mamlakatimiz uchun doiraviy iqtisodiyot maqsadlariga erishish barqaror iqtisodiy o'sishning asosiy shartidir.